Bu oshkorlashga bo'lmaydi degan maxfiyatlik zodi qanday maxfiyatlik? Bu maxfiyatlik degan filmni siz ko'rgan bu yerki tortish kuchining qonuniyati degan zodi qanday narsa? Bu yer shar yadrosining bizning eg'irligimizni tatqanga bir o'xshashli bir gap bu. Bu endi tortish kuchining qonuniyati rostda biz nima o'ylasak shu bo'ladigan. Boy o'lmasak vashil boy bo'lib ketadigan. O'limni o'ylasak o'lib qolgan mushundaq bir ishmi? Bu rostmi yoki yolg'onmi? Undaqda buni rostlaylik desek, nurg'un ishlar bu g'oyibidek bilindi. Yolg'onmi deylik desek, bu maxfiyatlik to'g'risida bir qanchilgan muntazam kitoblar, ham bu yerki hujjatli filmni qarasaqmi, buni so'zlaganlarning hammasi psixolog, faylasuf, g'oyashunos, mashhur korxonchi qatorliqlarning hammasi e'tirof qilib, amaliyotdan o'tkazib so'zlayotgan narsa. Undaqda sizlar bu maxfiyatlik degan filmni ko'rib baqdinglarmi? Maxfiyatlikka yoki kitobni o'qib baqdinglarmi? Bu to'g'risida qanchalik bilsizlar, buningga qanchalik qiziqsizlar. Maxfiyatlik degan bu hujjatli filmning o'zini men oz bo'lganda bir 40-50 qitim ko'rgandim. Amaliyatimda 5-6 qitim ishlatdim, natijasimi ko'rildi. Men xeli ishonaman bunga. Undaqda bu zodi qanday maxfiyatlik? Sizlar qaysi yerini tushunmay qildinglar, shuning uchun ishlatammadinglar. Unda bo'lsa men endi shu maxfiyatlik to'g'risidagi bir uzun mazmunni bir boshdan so'zlab yo'llamoqchi. Shu maxfiyatlik, shu tortish kuchining qonuniyati degan menni bir qiziqdim degan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Birdan nafsi yurak verib, pinglunchiga uzanglarning bir ko'z qarashini qoldirib qo'ysanglar. Shuning qarta keyingi mazmunda men nima bilan so'zlashim kerak, sizlarga qanday so'zlab bersam bo'ladi degani bekday. Ma'qul amsa, rahmat.